Birodarlar, bugungi kunda Guliston tuman bank xizmatlari markazi tomonidan sizlarga bir qator kreditlar yaratilgan hamda o'zlaringiz hisob raqamlarini yuritish maqsadida Xazina biznes ilovamiz yangi turi joriy qilindi. Xazina biznes play marketga kirib ishga chiqib olishingiz mumkin hamda har bitta inspektor, har bitta o'sha kredit menejerning oldiga kelib, sizlarga ajratish rejalashtirilgan hamma kreditlarni alohida bir papka yuritilib, o'sha reklama tarzida sizlarga qo'llanmalar chiqarib qo'yilgan. Bugungi kunda filialimiz tomonidan aylanmalar to'ldirish uchun, asos hosilni sotib olish uchun prezidentimiz qarori asosida 312-sonli qaror asosida ishchi o'rni yaratish maqsadida har bitta yaratilgan ishchi o'rniga bank foiz stavkalari tushirilgan holda bank kreditlari mahsulotlari taqdim qilinyapti. Shulardan bittasi moliya ko'mak 100. Moliya ko'mak 100 kreditimiz 36 oyga 6 oy imtiyozlar bilan ajratiladi. Erkak tadbirkorlarga 25%, ayol tadbirkorlarga 24%. Hamda bu jismoniy shaxslar o'z-o'zini band qilganlarga hamda yuridik hamda yakka tartib tadbirkorlarga ajratiladi. Garov asosida baholangan garovni hech qanday sizlar tomonlaringdan baholash yoki biznesga taqdim qilish degan narsalar bo'lmaydi. O'zimiz outsourcing baholash tizimimiz orqali baholaymizda 80% gacha bo'lgan qismiga kiritlab beramiz o'zlaringga. Faqatgina garov talabi bu ko'chmas mulk, noturar bino hamda ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan avtotransport vositalarini garovga olamiz. Maksimal miqdori 300 million so'mgacha beriladi. O'shaning uchun sizlarga mana shu moliya ko'mak 100 qancha agarda yakka tadbirkor yoki firmalar, emchilar, firma xo'jaligi oladigan bo'lsa, ishchi o'rni har bitta yaratilgan ishchi o'rniga o'sha tarifimizda ko'rsatib qo'ygan o'sha kredit mahsulotimiz pasportida ko'rsatgan foiz stavkalarida tushirib beriladi.